Barselona muxlislari uchun yomon xabarim bor. Bu xabarni eshitishdan oldin menga obuna bo'lib qo'ying va bitta like bosishni esdan chiqarmang. Lamine Yamal hamda Gavi o'zaro birga dushman bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni Barselonada bular o'zaro almashgani yetmasdan, Ispaniya terma jamoasida ham almashgani Gaviga uncha yoqmadi. Bu xabarni Gaviga yaqin do'stlari ijtimoiy tarmoqlarda ochiqchasiga aytib o'tishdi. Endi De La Fuente hamda Flick bu ishlarga chora topmasa, Gavi hamda Lamine Yamal bir-biri bilan tortishib qolishi mumkin. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, ikkala futbolchiga ham juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Gavini ham, Lamine Yamalni ham o'yinlarida pasayish va o'zaro ichki muhitni zararlashi mumkin. Shuning uchun tezroq bu masalaga yechim topishi shart. Vaziyat qanday yakunlanarkin, biz sizlar bilan birgalikda jimgina kuzatamiz.